O'rtacha chek tushumni ko'paytirishning eng yaqqol usuli. Sredniy chek tushumning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri. Agar u o'rtacha 10 ming so'mga ham o'zgarsa, tadbirkor oyiga 3 million so'mdan ortiq ko'proq savdo qiladi. Agar kamaysa, shu summaga kamayadi. Ekonomika oddiy, o'rtacha chekni ko'paytirishning bir necha oddiy va ishlaydigan usullari mavjud. Qimmatroq mahsulotlarni taklif qilish. Masalan, restoran bo'lsa, menyuga XXL formatda yoki avtorskiy taomlarni kiritish. Do'prodaja bilan shug'ullanish. Burgerga kartoshka free, salatlar, boshqa taomlar yoki ikkitasini free bilan burger olganga napitkani arzonroq taklif qilish. Muayyan miqdordagi xaridorlarga sovg'alar berish. Shunga o'xshash aksiyalarni hozirda ko'proq supermarketlar ishlatishyapti. Ular sovg'alar to'plamini birinchi tuzib chiqishadi, ularni n-chi summadan sotib olingandan keyin tekinga olish mumkin bo'ladi. O'rtacha chekka bog'langan xodimlar uchun bonuslarni belgilash. Shu usul bilan siz xodimlarni do'prodaja qilishga va klientlar bilan ishlashga undaysiz. Bularning barchasi birgalikda o'rtacha chekni bir necha so'mga oshirishi mumkin. Bu sizni tushumingizni sezilarli darajaga oshirishini anglatadi.